Salom do'stlar, bugun sizlar bilan bir velosiped monkey o'yinida shardislarni yig'ishni o'rgataman. Birinchi shardisimiz mana shu daraxtning shu joyda bo'ladi. Ikkinchi shardis esa İkinci şarkısımız ise şu joyda turadi. İkinci şarkısı da bu shunday chapga burilganda tug'ilganda mana shu joyda turadigan bo'ladi. Ko'pchilikka ko'rinmaydi. Keyingi shardis esa shuni orqa tarafga o'tganda mana shuni pastida turgan bo'ladi. Va keyingisi bu joyda turgan bo'ladi. Buni ko'pchilik biladi. Keyingi shardis bor, buni olish qiyinroq. Shu joydan mana shu tushgan joyda bo'ladi. Hozir o'lib qoldim, lekin shu joyda tushganda bo'ladi. Mana men o'zim buni hammasini bilganman. Qolgan shardislarni olish uchun levelimiz sal ko'p bo'lishi kerak. Joydan ham easy o'tamiz. Keyingi shardis esa shu joydan chapga o'ngga burilib bu yoqqa o'tganda shu joyda turgan bo'ladi. Keyingi shardis ham mana shu joyning o'zida 3 tachalar shardis bo'ladi. Keyingisi esa xuddi shu joydan bu tomonga burilib ketamiz va ikki tomonga qaraymiz. Agar bu bo'lmasa bu tomonga qaraymiz. Agar shuni ham chiqmasa qaytadan o'sha joyga boramiz. Va bu tomonga sakraymiz. Keyin bu tomonga o'tib to'g'riga sakraymiz. Bu joyda chiqib mana shu joyda bo'lishi mumkin. Bazı shardislar qolib ketayotgan bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Keyingi shardisni olish uchun bu joygacha kelish kerak. Bu joydagini olish qiyinroq. Mana keyingi shardis esa
og'irrog'ida bo'ladi. Uni olish qiyinroq. Hozir o'sha joygacha borib ko'rsataman. Do'stlar, keyingi sharimiz shu joyda bo'ladi. Bu joyda sal ehtiyot bo'lamiz. Qiyinroq o'lib qolishimiz mumkin. Shu joyga o'tib, mana shu joyda turgan bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib ketishni unutmang.